Assalomu alaykum. Hozir o'tirib, shu yerda biz hozir bolalarimizni zanentaga beramizda. Что motorikalar ishlash uchun, mozgisi ishlash uchun rasmlar tashabdi-da, trenerlari, вот воспитательlar. Glindan, laydan adam yasab, nonlar yasab, batonlar yasab qo'yibdi-da. Keyin boshqa bir yerlarida basseyn. Men ham biz Amudaryoda естественно o'sganmiz. Bizlar значит, родительlarimiz qishloqda o'sgandigan fe'lisi bor. Sakrmak, quvalashmak, вот laydan nelar o'ynagan, солнечный basseyn deydi. Qilib qo'yishdi, paxta terib yotganmiz. Naturalniy basseyn, солнце vitamin tag'amiz. Kumushiga to'g'ri deb bilsa shu fikrda